Assalomu alaykum. Bugun 4-may 2025-yil. Agroatdagi ekinlarni ko'rsatmoqchiman. Mana limonlarning hosili. Mart oyida ham bitta video olgandim. Limonlarni qishda ustiga klyonka tashlab 2 qavat qilib sovuqdan saqlangani bo'yicha mana shu hozir gulini ham ko'rsatgandim. Mana ushlab qolgan gullar. Mana yonimizdagi daraxtlarni ham ko'ramiz. Mana limonlar umumiy ko'rinishi. Klyonkasini olganimizdan keyin birdaniga o'sha kunning o'zida ustiga 50% setka tutdim. Limonlar juda ko'p g'ovlab ketgan. Balkim kesilishda picha kamchilik bo'lgandir. Chunki ko'p limonlarda ichi nisbatan ochiqroq bo'ladi, shamol yuradigan bo'ladi. Menimcha ko'proq shox qoldirib kesilgan. Birdaniga pomidorlarni ham ko'rsatib ketaman. O'sha vaqtda usti 2 qavat yopilgan pomidorlarni ko'rsatgandim. Madera navli. Mana o'sha pomidorlarimiz. Shu 16-fevralni ikkinchi yarmida yerga ekilgan pomidorlar 2 qavat qilib sovuqdan chiqarib oldim. Mana guli ko'ryapsiz, juda ham ko'p. Hosili ham yomon emas. Kechasi sug'orilgan. Nisbatan barglarni sal yopiqroq. Menimcha yashnatuvchi dori sepish kerak. Mana umumiy ko'rinishi. 2 takat. O'tgan yilgi pomidorlarni ham video qilib qo'ygandim. Yaxshi hosil bergandi. Zari navli edi, bunisi Madera.